Assalomu alaykum YouTube obunachilari. Bugungi video roligimizda Geta modini ustunovka qilishni o'rganamiz. Ko'pchilik mendan so'raganda ustunovka bo'lmayapti deyishyapti. Uni ustunovka qilishni demay boshladik. Undan oldin eslatib qo'ymoqchiman, YouTube kanalimda yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilardim. Keyin videoni o'tkazib ko'rmaysizlar degan umidamiz, sababi tushunmay qolishingiz mumkin. Demak, bizga birinchi o'rinda mana shu programma kerak bo'ladi. Bu programmani Play Marketdan skachat qilsanglar bo'ladi. Demak, Play Marketdan tortish uchun mana bu poyinskiga berib yozamiz. Mana bu chiqib keldi. Mana shuni ustunovka qilib olishinglar kerak. Xo'sh, keyin demak, ustunovka qilishni boshladik. Geta modni o'zini topib olamiz mana. O'yinning o'zi mana shu bo'ladi. Ko'pchilikka tashlab berganman, prosta ustunovka qilishni bilishmayapti ekan. Hop, demak, birinchi o'rinda parolni kopirovat qilib olamiz. Mana shu parol bo'ladi. Qizilda metkilaganim. Buni ustiga bosib turamiz va kopirovat chiqdi. Mana o'rtada mana shuni nusxalab olamiz. Keyin mana shu Getani ustiga bosamiz. Mana o'zi zarchivi programmasida o'zi ochib beradi. Keyin mana bunga kiramiz Getaga. Mana open turibdi, ochish. Shuni ochamiz. Mana parol so'raydi. Boyagi nusxalab olgan parolimizni bu yerga kiritamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. OK beramiz. O'rnatish. Mana ko'rib turibsizlar, ustunovka qilyapti. Mana ustunovka qilib bo'ldi. Endi boyagi yerga qaytamiz yana. Endi bu yerdan biz mana faylda nusxalab olishimiz kerak. Uni ustiga bosib turamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, pastda kopirovat chiqdi. Shuni ustiga bosamiz. Mana sizlarda ham xuddi shunaqa narsalar chiqishi mumkin. Bu bizga umuman kerak bo'lmaydi. Bizga kerak bo'ladigan yer mana bu yerda. Mana shu ustiga bosamiz. Keyin birinchidagiga bosamiz mana. Sizlarda ham xuddi shu narsa chiqib keladi. Bizga bulardan hech qaysi kerak emas. Bizga kerak bo'ladi Android fayl. Shuni ustiga bosamiz. Xo'p, bizga kerak bo'ladi data fayl kerak, qolganlari kerak emas. Bulari bizga keraklisi shu data fayl. Shuni ustiga bosamiz. Keyin mana buni ustiga bosamiz. Mana pastda zangor narsa turibdi mana. Shuni ustiga bosamiz. Parol so'raydi. Boyagi parolni yana kiritamiz mana shu joyga. Mana ko'rishingiz mumkin. OK. Demak, bu sanaguncha ozmuncha vaqt ketib qolar ekan. Videoni pauza qilib turaman. Mana do'stlar, kopirovat qilib bo'ladi-da. Va yakunlandi. Endi bu yerdan chiqib ketamiz. Xo'p, chiqib ketamiz bu yerdan ham. Mana ko'rishingiz mumkin. Geta ustunovka bo'ldi. Endi buni ochib ko'ramiz. Sizlarda ham xuddi shu narsa so'raydi. O'z aslida hech narsa yozish shart emas. Mana pastda ko'rishingiz mumkin. Mana shu official turibdi. Offline ekan, uzr. Mana bu narsa to'sib qolyapti menda. Shu narsani olib turish iloji bormikin? Xullas, mana shuni ustiga bosamiz. Mana offline turibdi. Play.
Mana do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Mod